Assalomu alaykum azizlar. Sizlarni hammalaringni kirib kelgan ro'za Ramazon kunlari bilan tabriklayman. Yaxshi yuribsizlarmi? Omonmisizlar? Mana bugun keyingi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlar, ko'rsatuvimizni bir kasallik tarixi bilan boshlamoqchiman. 2017-yillar edi. 17 emas, 18-yillar. Bir yigit keldi, 35-40 larga kirgan yigit. Otamni ko'rib qo'ysangiz deb, Andijon shahridan. Uylariga bordik. Otasini ko'rdik. Pensioner chol ekan, 70 larga yaqinlashib qolgan inson. 10 yildan beri yurmas ekan. Bir joyda yotar ekan xolos. Hop, qo'llari ham yaxshi qoshiqda usha olmas ekan, oyoqlari umuman yurmas ekan. Endi bu insonni ismini, adresini to'liq aytmayman, chunki bu odam oblastda bir bo'limini boshqargan katta lavozimdagi inson. Ko'rishdik, gaplashdik. Shunaqa, meni kasalimga ham davo bormi dedi. Albatta bor dedim. Lekin juda ko'p doktorlarga qaratgan, ko'p shifokorlar bilan shug'ullangan, lekin hech qanday dardiga davo topolmagan. Ikkovimiz kelishdik. Shunaqa, endi siz ilgari butun viloyat bo'yicha fuqarolarga komandit qilgan bo'lsangiz, endi men sizga komandit qilaman deb. O'ylab ko'ring, shunga rozi bo'lsangiz siz bilan ishlashim mumkin. Lekin bizni sog'lomlashtirish kursiga borib qatnasha olmas edi. Men mashinamda borib, u odamga kuniga 1,5 soat, 2 soat vaqt ajratishim kerak bo'lar edi. Kechqurunga borib telefon qildi, rozi bo'ldi. Biz ishni boshladik. Avvalo qo'lni bo'g'imlaridan boshladik. Qo'l bo'g'imlari 1 hafta 10 kun deganda o'ziga keldi. Qoshiqni bemalol ushib, ovqatlanadigan darajaga yetib bordi. Lekin bu insonda juda ham qattiq, uzoq muddatli ish qotish bor ekan. 10 kun, 11 kungacha ish qotar ekan. Oyoqlari yurmaydi umuman. Boshida ozgina qiyinchiliklar bo'ldi. 1-2 marta 200-250 grammdan klizma qilishga ham to'g'ri keldi. Qolganini faqat hissiyotlar orqali, o'zini ustida ishlash orqali sekin asta 10 kun, 15 kun deganda ishlari ham tozalanishni boshladi. Oyoqni yurishi bilan shug'ullandik, jigarlarni tozaladik, ichaklarni, buyraklarni tozaladik. Asta sekin bu odamda o'zgarish davom etib kelib, 79 kun deganda bu inson yurib ketdi. Endi dedim, aka dedim, mana yurib oldingiz dedim. Har qalay dedim, ozmi ko'pmi yura olyapsiz. Endi menga ham ruxsat bersangiz. Har kuni siz oldingizga kelgani men ham vaqt ajrata olmayman dedim. Shu odam oradan bir 10 kun, 15 kun o'tgandan keyin telefon qilib yig'layapti. Masjidga chiqdim uka deydi. Masjidga chiqdim, chollar, keksa odamlar ko'rib, sen tirikmisan deb aytdi deydi. Hattoki bu insonni odamlar o'ldiga chiqarib qo'ygan ekan. O'ziga bo'lgan ishonchni, o'ziga bo'lgan ichki qudratini oshirish orqali shu inson yurib ketdi. Endi shunday insonlar oldida sizning kasalingiz nima degan narsa? Mana Jizzaxdan bir qizimiz keldi, yoshi 28 ga kirgan. Akalari olib kelib mashinada tashlab ketishdi, ko'zi umuman ko'rmaydi. 10 kundan keyin kelib olib ketamiz dedi. Qiz ularga singlisi va'da berdi, Xudo xohlasa o'zim yurib boraman deb. Qizni ko'zi bilan shug'ullandik. 8-kuni oktyabr paytida ko'zi ochilib ketdi, bitta ko'zi aniq ravon ko'rib, uyga salomat qaytib o'zi ketdi. Akalari kelib olib ketmadi. Axir sizda -3, 4, 5 dioptriy bo'lsa tuzalmaydi deb, operatsiyaga muhtoj bo'lib yotgan bo'lsangiz, axir ko'rlar ochilib ketyapti-ku. Shu kuch, shu qudrat sizni o'zingizda bor. Mana shu narsani ochishimiz kerak. Yana bir bemorimiz to'g'risida gapirib berishim mumkin. 71 ga kirgan ayol, 2 ta hassa bilan yuradi. O'g'li kelib aytdi, shunaqa tog'a, meni dedi, onamni onasi 93 ga kirgan. Bemalol uyda ishlarni qilib, qo'ylarni boqib yuradi. Meni onam tuzaladimi dedi. Qani ko'raylikchi, borib harakat qilamiz dedim. Borib ko'rdik, ahvolni, ko'zlari xira, qo'lida ikkala qo'lida ham hassa, yurishga qiynaladi. O'zini o'zi zo'rg'a eplab o'rnidan bir narsa qilib 2 ta hassa bilan turib qiynalib yurib, asta zo'rg'a 5 qadam, 6 qadam yurar ekan. Biz shu ayol bilan shug'ullanishni boshladik. 60 kundan ortiq mobaynida shug'ullandik.
Ikkala hassasini ham tashladi, o'zi yurib ketdi, salomat tuzalib ketdi. O'rnidan bir marta o'tirib turishga qiyin odam 8 martagacha o'tirib turadigan bo'lib qoldi. Bunaqa natijalarni juda ko'pini aytishimiz mumkin. Bir kun bizga iltimos bilan kelib qoldi, bizga Andijonga kelib qoldi, Namanganda To'raqo'rg'onidan. 13 ta odam bizda sog'lomlashtirish kursini o'tib bersangiz deb iltimos qilib kelishgan ekan. To'raqo'rg'on rayoniga borib sog'lomlashtirish kursini o'tadik. U yerda 13 ta odam bo'ldi. 8 tasi vrachlardan iborat. Qolgan 5 tasi har xil sohada ishlaydigan insonlar. Ular bilan 10 kun davomida shug'ullandik. Shuni ichida bir qiziq narsaga duch kelib qoldim. 37 ga kirgan ginekolog vrach. Jiyani ko'z nuri bilan qatnashgan ginekolog vrachni o'zida mioma kasalligi. Men hayron bo'ldim. Axir oliy ma'lumotli, medinstitut bitirgan, ginekolog vrach. Unda mioma qaydan paydo bo'ldi? Biz ikkalamiz suhbatlashdik, gaplashdik. Bu kasallik sizga qayerdan keldi? Siz axir o'zingiz ginekolog bo'lsangiz, o'zingizda bunaqa kasallik bo'lib turgan bo'lsa, siz insonlarni qanaqa davolaysiz? Qanaqa qilib bu kasallikka uchrab qoldingiz? deb so'radim. U ayol yig'laydi xolos. Nima bilan davolaysiz desam, dori-darmonlar bilan, tamponlar bilan. Unda o'zingizda nimaga bu kasallik turibdi dedim. Yig'laydi, qaydan paydo bo'lganini bilmaydi. Men aytdim, bu kasallik sizga bekordan bekor paydo bo'lmagan. Mioma kasalligi azizlarim, erkaklarga bo'lgan yoki o'zigini eriga bo'lgan nafratdan kelib chiqadigan kasallik. Sekin surishtirib, suhbatlashib aniqlasak, kasallikning sababchisi o'zini eri bo'lib chiqdi. Erini qabul qila olmas ekan. Sekin asta biz bu sohada ishladik. Eri bilan bo'lgan munosabatni o'zgartirdik va uni ichida men u yerdan ketib Andijonga ishga qaytdim. Oradan 30 kun, 35 kunlarning oralig'ida u ayol menga telefon qildi. O'sha ginekolog vrach. Telefon qilyapti, faqat yig'layapti xolos. Telefon qilyapti, yig'layapti. "Ha, nima bo'ldi? Nima oldi qizim? Nima gap?" desam, "Ishonasizmi?" deydi. Uyda deydi munosabatni yaxshilaganimizdan keyin sekin asta o'tib, mana hozirgi kunga kelib miomadan asar ham qolmadi. Polnisi so'rilib ketdi. Bez operatsiya davolashda iloji bor ekan. Endi bildim men ham. Endi ayollar bilan boshqacha usulda shug'ullanishni boshladim deb aytayapti. Sizda ham qandaydir kasalliklar bo'lsa, qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar, hammasiga davo bor. Siz qachonki o'zingizga ishonsangiz, o'zingizning ichki qudratingizga, o'zingizning salohiyatingizga ishonsangiz, albatta siz ham tuzalib ketasiz. Dardni bergan Alloh shifosini ham beradi. Bekorga aytilmagan Qur'onning Rad surasining 11-oyatida insonlar qachonki o'zlarini o'zgartirmagunlaricha biz ularning holatini o'zgartirmaymiz deb. Siz o'zingiz o'zgarishni xohlasangiz, albatta barcha kasalliklardan tuzalib ketish imkoniyati sizda 100% bor. Azizlar, yaxshi kunlarda, shu ulug' ayyom, ro'za Ramazon kunlarini yaxshi o'tkazinglar. Sizlar bilan doimo yaxshi kunlarda ko'rishga Alloh nasib qilgan bo'lsin. Mana 10 kunlik kursimizda bugun 7-kuni. 7-kunda olgan natijalar har xil joylardan, hatto qo'shni respublikadan kelgan bemorlarimiz ham bor. Shular bilan hozir suhbatlashamiz. O'zlarining natijalarini guvohi bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar, yana yurtdoshlar Tojikiston. Men Tojikiston shahridan kelganman. Xatlon viloyati, Jaloliddin Rumiy nohiyasidan kelganman. Men bosh og'riq, bel og'riq dardi bilan qiynalardim. Men shu kasallikdan 7-kun bo'lyapti, ancha yengil his qilyapman. Agar sizlarda ham shunaqa dard bo'lsa, kelib shu doktorga murojaat qilib, yana tuzalishlaringni xohlayman. Yana agar sizlarda men isbot dalil bilan kelganman, sizlarni ham shu yerga kelishlaringizni tavsiya qilaman. Yana asosiy meni bel disk reja oyoq og'rig'i bilan kelgandim. Hozir mana 7-kun bo'lyapti. O'zimni juda yengil his qilyapman. Yana sizlar meni tushunishlaringiz mumkin. Men Tojikistondan kelganman. Aksentim ozgina mumkin boshqacha bo'lishi.
lekin isbot dalil bilan mana shu yerda telefon nomerimni qo'yaman. Yana meni maqsadim shu Tojikistonga borib, shunaqa menga o'xshagan kasallarni o'zim olib kelib shu doktorga tavbat qildirib ketish niyatdaman. Inshaalloh hamma yaxshi bo'ladi kelganlar. Avval Xudo, inshaalloh doktorga rahmat aytmoqchimanki, bizga shu narsalarni o'rgatyapti. Men Farg'ona viloyati Rishton tumanidan kelganman. Menda sahr kasali, davlena, o'tpagimda tosh bor edi, buyraklarimda tuz bor edi, quymishlarim, bellarim og'riyardi. Mana kelganimga 7 kun bo'lgan bo'lsa, hamma dardlarimga shifo topib, yengil bo'lib qoldim. Men bu darddan forig' bo'lish uchun doktorda hamma aytgan gaplarini o'z nimamga olib, astoydil shifo bo'lishga, dardimni davosini topishga va'da beraman. Shu yerdan sog' salomat bo'lib ketaman. O'zimni ancha yengil his qilyapman. Bu yerda hamma sharoitlar yaxshi. Mana kelganimizda ro'za edik, ro'za tutyapmiz. Iftorlik, saharlik hammasini bekami ko'z qilishib beryapti. Bularga ham rahmat, doktorimizga ham rahmat. Bu yerdan sog' salomat bo'lib chiqib ketamiz, Xudo xolasa. Ancha dardlarim yengil, dori ichmayapman, o'zimni yaxshi his qilyapman. Farg'ona oblast Bag'dod rayonidan keldim Andijonga. Dardingda sev markaziga. Men bo'g'im kasalliklar bo'yicha oyog'imni bukolmasdim bu yerga kelganimda. Oshqozonimda, o'tlarimda kasalligim bor edi. Yuragim sanchish bo'yicha keldim. Bu yerga kelganimga 7 kun bo'lgan bo'lsa, men hozir sog'lom bo'lib qoldim. O'zimda yengil his qilyapman. Bu yerga ukamlarni tavsiya qildim. O'zim sog'lom bo'lib ketganim uchun boshqa yerlar doktorlarga borib davolandim. Erta bu darajada yutuqqa erishmadim. Men bu yerga ukamlarni, kelinimizni tavsiya qildim. Endi sizlarga ham tavsiya qilamanki, bu yerga kelib menga o'xshab kasalliklaringga shifo topib ketishlaringni tilayman. Doktorga Abdukarim akaga rahmat aytaman. Men Tojikistondan keldim. Kelganimda ko'zim -8 edi. Hozir -6 ga tushdi. Yaxshi natija olyapman. Bu yerda ko'z nurini dori-darmonlarsiz mashqlar yordamida tiklashni imkoniyati bor ekan. Hammangizni bu yerga taklif qilaman. Doktor Abdukarim akaga katta rahmat aytaman. Men Farg'ona viloyatidan ko'z nuri kasalligi bo'yicha keldim. Bu yerda bir hafta ichida o'zim kutgan natijada ortig'i bilan erishdim. Bu yerda dori-darmonlarsiz mashqlar yordamida ko'z nurimni tikladim. Men Mehrangiz Bahodirzoda, Tojikiston Qurg'ontepa rayonidan ko'z nuri kasali bo'yicha keldim. Kelganimda ko'zim -6 edi. Hozirgi kunga keldim -3 ga tushdi. Men Farg'ona viloyati Rishton tumanidan Andijon shahri Dardingni sev sog'lomlashtirish markaziga ko'z nuri kasalligi bilan keldim. Hozirgi kunga kelib ko'z nurimni tiklab oldim. Bu markazda dori-darmonlarsiz mashqlar yordamida ko'z nurlarini tiklab olish mumkin ekan. Men Andijonga Dardingni sev sog'lomlashtirish markaziga Namangan viloyati Chust rayonidan keldim. Otim Haydar, familiyam Qurbonov. Bu yerga kelganimda belimda grija bilan, ko'z nuri xaraligi bilan, oyoqlarimda quvvatsizlik bilan kelganman. Hozir mana 7 kun ichida Xudoga shukr, mana doktorning mehnatlari bilan ancha yaxshiman. Hassa bilan kelganman, hassani ham tashadim. Juda yaxshiman. Rahmat doktorga. Mana yashashlari ancha o'rgandik. Shu yoshga kirib bir yashashni bilmagan ekanmiz. Rahmat. Juda zo'rman, yaxshiman. Sog'lom yuribman. Mana hozir ancha tetik bo'lib qoldim. Sizlar ham kelib, mana shu yerda kesalaring 100% ishonarli joy ekan. Albatta sog'ayib ketasizlar. Kelinglar sizlar ham. Sharoitlariga kelsak, sharoitlari juda zo'r.
hamma sharoit bor. Mana ro'za paytida iftorligimizni ham, saharliklarimiz ham joyida, namoz o'qishga sharoitlar ham yaxshi, Xudoga shukr. Issiq suv, sovuq suvlardan xabar olib turadi, issiq ovqat olgilardan ham xabar olib turishadi. Doim doktor yoningizda yuradilar, kechasi kunduzi birgalar. Hech olga xijolat qilmay kelaveringlar. Hech unaqa kamchilik yo'q bu yerda. Kelaveringlar, hech qanaqa tortinmanglar. Mana o'zim guvohman. Mana agar nima bo'lsa, meni ko'rib turgan bo'lsalaring, telefon nomerimni ham qo'yib qo'yaman agar nima bo'lsa. Telefon ham qilaveringlar menga.